Aytkанда Arap ajamda bardыгы ой деп тараты бузулгандай кылып урматтуу bir тууганда жакшы көрүшөт да. Эми карап көргүлө. İmam Malik'in Muvatta kitabine İmam Laknavi Arap ajamını bari жакшы көргөн 3 tomduk şart berse Fazail Amal To'g'otmay chiqdi. Şonun avtori 18 tomduk şart bergen. Ne degen dengiz bu? Bu Buxariyning boshqa sharhi Saharanfuri, Abu Davudga bergan shart bor. O'shani bergan Saharanfur Indiyalik olimlardan Hanafi bunun boshqa bir sharhi bor. Bu Hayat Sahavanın sharhkanda qilaydik. İnşallah Indiyaga borsak, muallasatga jo'liq shundan ruxsat olib kelsin. İnşallah fajrdan keyin saboq shundan bo'lib boshlaydi. İnşallah. Bu Eyalasından Hanafi mazhabdagi har bir fiqhiy masalaning dalili. Eyalasından degan kitap, shunday kitap Indiyalik olimlarning kitobi, Usmoniylardagi. Bu yoqi tarix. Siyer Alam Nubala degan kitap bu yoqqa 28 tomlik maktub turgan. Bu oşol Peygamberimiz Aleyhisselam'dan başlap İmam Zahabi bu Türkmen bo'ladi. Turkmanistonda turgan bütün alimlerin tarixi yazılgan. Bardığı yazılgan. Bu doktor İmam Tabarani Dua degan kitap, en çok kitap dualar boyunca bunu biz ustazımız Doktor Said Muhammad Taqib jaraqqa chiqargan. Buxariy men ustazim uyunda 7 yilda o'qiganman. Mana shunday. Bu Abu Davud Avvama chiqargan kitap, maktub turganim o'sha intib ketaveradi. Buni kitapni jarim yo'q bo'ladi. Ko'ring, jarim